2025-yil yutuqlar torti. Bugun tort olish esimdan chiqibdi, shu sababli uni o'rniga o'zim tayyorlagan selyotka podshoviy. Men blogimni bu yil yanvar oyidan boshladim va shu vaqtdan beri menda общий barcha platformalarni olib qaraganda 400 mingtadan oshiq auditoriyam bor. Va shuni orqasidan atigi 4 oy ichida 100 ming obunachi uchun YouTube'dan серебряный knopka oldim. O'zimni kuchim bilan men o'qishga kirdim. U soha men uchun yangi bo'lganiga qaramasdan. O'qishga bo'lgan qiziqishim hech qachon bo'lmagan darajada oshdi. O'z biznesim, do'konimni aktivni yuritib, kiyimlar sotishni boshladim. Biz yangi uyga ko'chdik va uyda yetmayotgan jihozlarni men o'zim to'ldirdim. Pilisos, shkaf va shunga o'xshash mebel jihozlari. Bola bo'lib yashashni o'rgandim. Chunki bundan 1 yil oldin 11-sinfimda ikkita o'qish hamda ishni orasida qolib ketgandim. Lekin shu ishim orqali bo'lib to'lashga bo'lsa ham men yangi telefonimni o'zim xarid qildim. Blogimni ochganimdan keyin men o'z sevimli ishimni topdim. Aslida bundan-da ko'p qilingan ishlar bor. Yana aytib berardim-u, lekin sha'nim tortdi ekan. Bu yil men bilan bo'lgan, qo'llab-quvvatlagan, shunchaki chetdan kuzatib turgan odamlarga ham men rahmat aytmoqchiman. 2026-yil hammaga xayrli kelsin.